Innalloha toyyibun yuhibbut toyyiba. Alloh pokiza zot, pokizalikni yaxshi ko'radi. Nazifun yuhibbun nadofata. Tozadir, tozaligini yaxshi ko'radi. Karimun yuhibbul karama. Alloh azza va jalla karim, oliy janob zot, oliy janobligini yaxshi ko'radi. Jawadun yuhibbul juda. Alloh azza va jalla saxovatli zot, saxovatni yaxshi ko'radi. Mana Alloh taolo pokiza zot ekan. Mo'min odam Alloh taoloning mana shu go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasibi olish kerak. Masalan, Alloh Al-Karim, saxiy zot. Mo'min odam saxiylikdan o'ziga ulush olish kerak. Alloh taolo Rahim bo'lgan, mehribon bo'lgan zot. Mo'min odam shu ismdan o'ziga ulush olish kerak. Unda Rahim sifati bo'lishligi kerak. Mana endi Alloh taolo pokiza zot ekan. Mo'min odam Allohning mana shu go'zal ismidan ham o'ziga ulush olishi kerak. U pokiza bo'lishligi kerak. Alloh komil zot, pok zot. Agar mo'min pok bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh bu bandaga nazar solmaydi. Sen birodar namoz o'qiysan, ruku qilasan, sajda qilasan, boshqa amallarni qilasan. Agar senda pokizalik bo'lmaydigan bo'lsa, bu amallaring qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh pok zot, faqatgina pok narsani qabul qiladi. Agar sen pok bo'lmasang, mana shu ibodatlardan oladigan huzur senga berilmaydi. Shu ibodat orqasidan senga keladigan xayriyatlar berilmaydi. Seni pokiza bo'lishliging shart. Allohga yaqin bo'lishlik uchun pok bo'lishimiz kerak. Endi odamlarga yaqin bo'lishlik uchun bu narsa juda ham shart emas. Mansabdorga, xo'jayinga yoki falonchiga yaqin bo'lishlikning yo'li oson. Oldida maqtab berasiz, yo'g'ida maqtab berasiz, atini yozib qog'ozga ko'tarib olasiz, suratini ko'tarib yurasiz, haligi odamni nazariga tushasiz. Qalbingiz tamomiy buni teskarisi bo'lib turgan bo'lsa ham, unga yaqin bo'laverasiz. Chunki zohiriy amallari, zohiriy qilayotgan amallaringiz unga sizni yaqin qilyapti, lekin qalbingiz boshqa. Ammo Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalada bunaqa yo'l ketmaydi. Sizni zohiringiz qanaqa bo'lsa, botiningiz ham shunaqa bo'lish kerak. Pok bo'lishligingiz kerak. Taqvoli bo'lishingiz kerak. Odam Allohning buyurgan farzlarni bajaradi, ibodatlarni qiladi, lekin Allohga yaqinligini his qilmayaptimi? Demak, qalbini teshirsin. Qalbini teshirsin. Ehtimol bu odamning qalbida habislik, yolg'onchilik, makr, nifoq bordir. Agar bunaqa sifatlar ichida bo'ladigan bo'lsa, bu banda hech qachon Allohga yaqin bo'la olmaydi. Chunki Alloh pokiza zot, faqatgina nimani qabul qiladi? Pokiza narsani. Jasading pokiza bo'lish kerak. Kiyiming pokiza bo'lish kerak. So'zing pokiza bo'lish kerak. Qalbing pokiza bo'lish kerak. Ungacha agar bu poklik bo'lmasa, seni namozing faqat yotib turishlik bo'lib qolibdi. O'shuning uchun ko'pchiligimizni o'qiyotgan namozimizga e'tibor bersak, nechinchi rakatda turganimiz ham esimizdan chiqib qoladi. Ko'zimizda yosh kelmaydi. Namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmaydi. Namozni o'qishdan avvalgi holat bilan namozni o'qib bo'lgandan keyingi holatimiz bir xil. Bu yaxshilikning belgisi emas, birodarlar. Ma'qulmi? Faqatgina pokiza, taqvodor, mustaqim, multazim bo'lsangina Alloh taolo sendan qabul qiladi va seni o'ziga yaqin qiladi. Shuning uchun anbiyolarga ergashgan odamlar bilan mansabdorlarga, puldorlarga ergashgan odamlarning o'rtasida farq bor. Anbiyolarga ergashganlarning qalbi pok bo'ladi. Tili bilan dili bir bo'ladi. Ammo mansabdorlarga, quvvat yoki pul egalariga ergashganlarda bu narsa bo'lmaydi. Nimaga ergashadi ularga desa, ulardan bir narsa foyda bo'lishligi uchun. Payg'ambarga ergashganlar odamlar bilan mansabdorlarga ergashganlarni orasida albatta nima bor? Farq bor. Payg'ambarlarga ergashgan insonlarni so'zlari ham, qalblari ham, jasadlari ham pok bo'ladi. Ammo mansabdorlarga ergashganlarni balandfaroz so'zlari bo'ladi, maddohliklari bo'ladi, lekin haqiqatda qalbida bu narsa bo'lmaydi. Alloh taolo mehribon zot. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman degani bu dunyoda hamma odamlarga bir xil rahim shafqat ko'rsatadi. Musulmonga ham, kofirga ham. Ar-Rahim degani
oxiratda faqat mo'minlarga rahmat qiladi. Faqat mo'minlarga rahm ko'rsatadi. Endi modomiki dunyoda insonlar yashar ekan, Allohning ne'matlaridan hammasi bir xil foydalanaveradi. Xuddi ota o'zini farzandlarini bir xil qornini boqqandaqa. Hammasini bir xil yegizib, bir xil kiydiradi, lekin bitta ikkitasini ko'proq yaxshi ko'radi. Qalbiga yaqinroq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, fosiq bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham Alloh rizqini beraveradi, lekin pokiza bandalarini yana o'ziga nima qiladi? Yaqin qiladi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh pokiza zot. Faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan bu hadis, bir kuni yotadigan o'rinlarda bir dona xurmoni topdilarda, halgani yeb qo'ydilar. Imom Ahmaddan. O'sha kecha payg'ambarimiz uxlolmadilar. Ayollaridan biri, "Ya Rasululloh, kechasi tuni bilan uxlamadingiz-a?" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Ostimdan bir dona xurmoni topib olib yegan edim. Uyimizda sadaqaning xurmosi ham bor edi. Ana shu men yegan xurmo sadaqaning xurmosidan emasmikin?" deb qo'rqdim dedilar. Rasululloh sadaqa yeyishlari mumkin emas. Tushunyapsizmi? Rasululloh o'zini pulga olgan xurmosi bo'lishi ham mumkin, lekin sadaqa xurmosi bo'lib qolishi ham mumkin degan xavotir payg'ambarimizni kechasi bilan uyqusini keltirmadi. Tushunyapsizlarmi? Chunki payg'ambarimizni hamma yo'g'i pok. Shuning uchun pok bo'lsang, birodar, Alloh tomonidan senga tavfiq beriladi. Nusrat beriladi. Qo'llov beriladi. Sakinat beriladi. Rozilik beriladi. Saodatli bo'lasan. Birodar, dunyoda saodat topishni xohlasang, pokiza bo'l. Pok bo'lsang, senga nimalar berilishini bilib ol. Bu biz aytayotgan ikki dunyoning saodati pok insonlarga beriladi. Siz bilan biz, birodarlar, payg'ambar emasmiz, nabiy emasmiz. Alloh taolo payg'ambarlarga, anbiyolarga nimani buyurgan bo'lsa, bizga ham shuni buyurgan. Biz payg'ambar, nabiy emasmiz biz. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiban va innalloha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Payg'ambarimiz hadisda aytibdilar, Alloh pok, faqat pokiza narsani qabul qiladi va payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shuni buyurdi. Tushunarlimi? Jarrohni tasavvur qiling. Operatsiya stolida bir kasal yotibdi. Qonini yorib, ish-chavolini kesib, ular davolayapti. Yonida hamshirasi turadi. Ikkalasini ishi ikki xil. Hamshiraning ishi o'sha latani olib berib turish, tamponini olib berib, paxtasini olib berib turish, peshonasidagi xirurgda terda artib turishlik, bu yerga kesilgan joyda qon oqsa artib turishlik. Ikkalasini ishi ikki xil, lekin bitta narsani maqsad qilishyapti. Shu bemorni tuzatishlik. Payg'ambarga buyurgan narsani sizga buyurayotgan paytda bitta narsa maqsad qilinyapti. Pokiza bo'lishlik. Alloh taoloning roziligiga erishishlik. Yo'l ikki xil. Payg'ambardaqa mehnat qilsa, biz oddiy odamdaqa mehnat qilamiz. Lekin maqsad nima? Maqsad bitta. Va innalloha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Payg'ambarlarga Alloh nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shuni buyurdi. Insonda nafsi bir narsani xohlaydi, lekin iymoni u narsadan man qiladi. Shunda inson bitta tomonda tanlash kerak. Yo nafsini aytganini qiladi, yo iymon aytganini qiladi. Agar sizga o'zingiz shahvatingiz, nafsingizni xohishi Allohning buyrug'idan ustun bo'layotgan bo'lsa, Allohga hech qachon yaqin bo'la olmaysiz siz. Siz o'ylanyapsizmi hali? Alloh harom qilgan ishni qilaymi, qilmaymi deb? Alloh buyurib qil degan ishni qilaymi, qilmaymi deb o'ylanyapsizmi? Siz uchun tavfiq eshigi yopiq.